Bu yerga kirganlar qaytib chiqmaydi. U yerda hatto tik yurish mumkin emas. Bu yerdagilar nafaqat jismoniy, balki kuchli psixologik bosim ostida. Bu o'sha qo'shiqlarda mashhur Qora delfin qamoqxonasi. Bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, siz Qora delfin haqida u yerdan eshitgandirsiz. Lekin ma'lumotlarning hammasini ham to'g'ri deb bo'lmaydi. Bo'lmasa odamlar Instagramdagi videolarimiz izohlariga mana bunday gaplarni yozmagan bo'lardi. Bu qora delfin emas, qora delfin suvning ustida joylashgan. Oyoqdagi ichkarida bir qarich suv atrofi ham. Originalni oldiga yaqinlasha olmaysiz ham. Qora delfin orolda joylashgan. Chorniy delfin qamoqxonasi va boshqa joyda. Sizlar bora olmaysizlar ham u yo'llarga. Qora delfin qamoqxonasi maxfiy saqlanadi. Qayoqda ekanligini hech kim bilmaydi. Men ishonmadim bu o'sha qamoqxona ekanligiga. Qora delfin qamoqxonasi daryoning o'rtasida-ku, u yerdan qochsa odam quruqlikka kelguncha o'ladi-ku. Chorniy delfin suvni o'rtasida akalar, xayolni buzmaymiz. Aldamang, Chorniy delfin dengizning ostida joylashgan-ku. Menimcha bu yer turmay emas, chunki Chorniy delfin dengiz o'rtasida joylashgan edi. Chorniy delfin qamoqxonasi haqiqiysi emas, haqiqiysi boshqacha, o'rmonda joylashgan. Chorniy delfin suvni o'rtasida joylashgan. Opaginam, soddasiz-a. Qora delfin okeanning qoq o'rtasida qurilgan. Uni oldiga borib bo'lmaydi. Haligacha aniqlanmagan asosiy nuqtasi. Черный дельфин в океане. Это, думаю, другой. Даже нету работников, которые чинят, даже нету там собаков. Bu bog'cha-ku, haqiqiy Черный дельфин boshqa shaharda va haligacha ishlaydi. Orolni o'rtasida va o'zbek degan zot borish tugul, даже kira olmaydi. Dengiz o'rtasida joylashgan Qora delfin qamoqxonasi. Ozgina adashibsizlar shekil, o'zini daryo o'rtasida joylashgan. Siz bunaqa yurgani qo'ymaydi u tomonlarga. Chorniy delfinni quruqlikda emas, adashmasam, okeanda o'rtasidan. Chorniy delfin dengiz o'rtasida joylashgan edi, adashmasam, bittada qochib ketadi-yu, xavfli kriminalistlar. Qora delfin qamoqxonasi dengiz o'rtasida joylashgan deyishardi-ku. U qamoqxona dengiz o'rtasida joylashgan. U yerda ahrani ham hech kim bo'lmaydi. Odamlar erkin yuradi. Dengiz o'rtasida joylashgani uchun Chorniy delfin deb nomlanadi. Atrofi qop-qora tosh bilan o'ralgan. O'zbek zoti yaqinlashsin. Mendan so'ra u joyi tosh bilan o'ralgan. Yaqinlashsin, otib tashlaydi. Chorniy delfin suv osti kemasiga qurilgan. Kema dengizning ostiga tushib ketadi. Kema bu qamoqxonada vahshiy odamlar turadi. Ular qochib ketmasligi uchun suv osti kemasiga qurilgan dengizning tagiga tushib ketadi. Kema u yerdan qochib bo'lmaydi. Shuncha yozdim, bitta like. Chorniy delfin qamoqxonasiga 15 metr qolganda to'xtamasangiz o'q yeysiz. Chorniy delfin dengizning o'rtasida qurilmaganmi? Tadirkasida bu. Shuning uchun bu qamoqxona haqidagi faktlarga to'xtalib o'tamiz. Orenburg viloyatidagi 6-jazoni ijro etish koloniyasi. Xalq orasida Qora delfin deb ataluvchi o'sha mashhur qamoqxona. U o'lim jazosiga hukm qilingan, lekin moratoriy sababli hali ham yashab yurgan mahbuslar joyi. 18-asrdayoq mahbuslar so'l iles shaxtalaridan tuz qazib olishda ishlatilgan. Yelizaveta Petrovna hukmronligi davrida bu mahbuslar 1754-yilda qurilgan Iles qasrida saqlangan. Yekaterina II davriga kelib bu yerga Pugachov qo'zg'oloni qatnashchilari yuborila boshlagan. 1893-yilda Iles katorga qamoqxonasi bazasida 400 kishiga mo'ljallangan qamoq bo'linmasi tashkil topgan. Jinoyatchilarni saqlash uchun 17 ta kamera qurilgan. Endi mahbuslar tuz qazish bilan emas, balki hunarmandchilik bilan shug'ullana boshladi. Bolsheviklar hokimiyat tepasiga kelgandan keyin qamoqxona Iles konslageri deb nomlangan va oq gvardiyachilar, spekulyantlar va sovet hukumatiga qarshi boshqa guruhlar a'zolari bu yerga yuborilgan. 1942-yilda muassasa mavqei o'zgarib, avval tergovda bo'lganlar, keyinroq esa ochiq sil kasali bo'lgan mahbuslar saqlangan. Hozirgi qattiq qo'riqlanadigan qamoqxona ko'rinishga kelishiga 1996-yilda Rossiyada o'lim jazosiga moratoriy qo'yilgani sabab bo'ldi. 2000-yil boshidan beri Qora delfinda Rossiyaning eng xavfli jinoyatchilari saqlanadi. Qora delfin qamoqxonasining maydoni shunaqa kattaligidan bir nechta hududga bo'lingan va har bitta bo'limda mahbuslar jazosining og'ir yoki yengilligiga qarab ajratilgan bo'ladi. Afsuski, aynan maydonning jihatdan qancha ekanini aytishmadi, lekin tashqaridan qaraganda ham bilsa bo'ladi, juda ham katta maydonni tashkil qiladi. Juda ko'pchilik qamoqxona daryo o'rtasida yoki suv ostida joylashgan deb o'ylar ekan. Bu qarash uning o'ta qo'rqinchliligi haqidagi afsonalar bilan bog'liq. Emishki, undagi mahbuslar yarmigacha suvga botgan kameralarda saqlanadi. Lekin suv ichida yillar davomida yashash aqlga sig'maydi. Aslida qamoqxona Elak daryosi bo'yida va tuzli ko'llar yaqinida joylashgan. Balki shu fakt ko'pchilikni chalg'itib qo'ygandir. O'z ko'zimiz bilan ko'rganimizni aytsak, Qora delfin quruqlikda joylashgan. To'g'risi bu zonani Alkatrasga o'xshab sivilizatsiyadan uzoqda deb o'ylardim. Aksincha, oddiy odamlarning uylari bilan bitta devor ajratib turar ekan. Yetmaganiga u joylashgan So'l Ilets kurort shahar sanaladi. Shunda qamoqxonaning yoniga men ballonli magazin nima kerak ekan, ular chiqib cho'milmaydi-yu. Naryoqda kimdirlar qamoqda o'tiribdi, bir umrlik qamoqda. Anta kimdirlar bayram qilyapti muzika qo'yib olib. Ichkariga kirish uchun rejamizdan chiqib, So'l Iletsda qo'shimcha bir kun qolishimizga to'g'ri keldi. Ikkinchi Chorniy delfin haqida aytdik. Mana akam o'sha yoqda bo'lim boshlig'i edi. O'zi o'sha turmani yonida ishlayman-da. Ertaga men 9 smenada topshirib, chiqaman-da, men Nikolay. Nikolay, seni unutmaymiz.
Qattiq rejimga o'tkazishdan avval barcha kameralar qayta jihozlanib, kuzatuv kuchaytirilgan. Hozirda uy 2-3 qavatli korpusdan iborat. Har bir kamera o'rtacha 3 kishiga mo'ljallangan. Bundan tashqari jazo uchun karserlar ham bor. Kameralarga 2 qavat to'siq o'rnatilgan. Xonalar metal kravat, o'rindiq, stol va hojatxonadan iborat. Kunduzi mahbuslarga kravatga o'tirish taqiqlangan. 24 soat davomida ular kuzatuv kameralari nazoratida bo'ladi. Hatto tunda ham qamoqxona chirog'ini o'chirish mumkin emas. Faqat uyqu soatlarida chiroqlar pasaytiriladi. Uxlaganda boshni yopish mumkin emas. Buning uchun qattiq jazo olish mumkin. Mahbuslar yillar davomida bir xil rejimda yashaydi. 6da uyg'onib o'rinlar yig'ishtiriladi. 7:00 da tonggi tekshiruv. Bu vaqtda mahbuslar eshik orqasini qarab, kaftini ochib turishi va ism familiyasi, qamalgan moddasini baland ovozda aytishi kerak. Убил 4 человека в 1995 году на Сибирском областным судом приговорен к смертной казни. 9:00 dan 17:00 gacha ish vaqti. Qamoqxonada ishlash huquqi faqatgina 10 yil namunali o'tirganlarga beriladi va ularga oylik to'lanadi. Ular har kuni ishga saf tortib, konkichi pozasida olib ketiladi. Aynan shu holat mashhur qo'shiqda ham keltirilgan va mahbuslarni delfinga o'xshatilgan. Ularning oyligi asosan kommunal to'lovlar va jabrlanuvchilar uchun kompensatsiyaga ketadi. Chorniy delfinda saqlanadigan manyaklar, kannibal va terroristlar soliq to'lovchilari va davlat hisobiga deyarli yashamaydi. Ichkarida mehnatga layoqatli hamma ishlash shart. Ularga kun bo'yi o'tirish va yotish umuman mumkin emas. Kapitanimiz suvenir magaziniga olib ketyaptilar. U yoqda mahbuslarning o'zi yasagan narsalar, san'at asariga teng ekan aytishlari bo'yicha hozir ko'ramiz. Kun bo'yi ishlaydi o'sha yasagan narsalarni magazinga kelib sotishadi. 9dan 9gacha ishlar ekan. Siz ko'rib turgan shu do'kondagi narsalar 100 rubldan 1 million rublgacha sotiladi. Faqat mana shu do'konning o'zidan yiliga 25 million rubl yoki qariyb 4 milliard so'm foyda ko'riladi. Bundan tashqari mahbuslarning kundalik ovqati, kiyimi, uy ro'zg'or buyumlari o'zlari tomonidan ishlab chiqariladi. Qamoqxonadagilar mana bunaqa narsalar yasashi oddiy hol, lekin mana bu kolbasalar ham ichkarida ishlab chiqarilayotgan. Ichkarida buchniisi bor ekan, kolbasa ishlab chiqarilgan, yogurt ishlab chiqarilgan, mahsulotlar ishlab chiqarilgan fabrikachalar bor ekan o'zini. O'shani hisobidan yashashar ekan. 17:00 da sayr, kechki ovqat va shaxsiy vaqt. Sayr ochiq havoda emas, balki yopiq xonada eng ko'pi bilan 2-3 mahbus bilan o'tadi. Maxsus belgilangan soatlarda kameradagi rozetkalarda elektr energiyasi paydo bo'ladi. Bu vaqtda mahbuslar radio eshitishi yoki televizor ko'rishi mumkin. Texnikalarni ularning qarindoshlari yuborgan. Undan foydalanish huquqi esa faqatgina namunali xulqli va mehnatkash insonlarda bor. 22:00 da uyqu vaqti. Kamera chiroqlari biroz pasaytiriladi. Shu o'rinda ma'lumot. Bugun Qora delfinda nafaqat bir umrga qamalgan manyaklar va terrorchilar, balki uzoq muddatga boshqa jinoyatlar uchun qamalganlar ham saqlanadi. Umrbod qamalganlardan farqli ravishda uzoq muddatga qamalganlar kameradan tashqaridagi ishlarga ham jalb qilinar ekan. Xuddi siz ko'rib turgan insonlar kabi. Delfinli fontanni ta'mirlayotgan aynan shu qamoqxonada jazosida o'tayotgan, lekin ijtimoiy xavfi nisbatan past bo'lgan mahbuslardir. Biz ular bilan gaplashib ko'rishga urindik, ammo gaplarimiz havoda javobsiz qolib ketdi. Mana bular mahbuslar. Bular shu mahbuslarga aralashib yurmiz. Xudo bilsin bular nima jinoyatlar qilgan. Chunki bu yerda juda ham ashaddiy qotillar, terroristlar o'tiradi. Lekin qo'rqmasdan hozir Sharofat gaplashmoqchi ular bilan. Меня током не бьет? Нет. Bemalol oyog'im o'zida tursam bo'ladi, mahbuslar bilan gaplashib. Aytmoqman, Chorniy delfinga kelib mahbus bilan gaplashgan yagona o'zbek qizlarimiz. Odamlarga masalan g'azalni qilibman, qormaylar. Yaxshimisizlar? Maslahat, assalomu alaykum. Yovvoyilashib ketgan baribir, muloqot yo'q odamlar bilan. Balki shu uchun hammasi qo'rqib, bunaqa qilib. Quruq javob berdi. Da, нет. Mana shunaqa qilyapti. Da, нет. Tok urmaydimi deb ana hazillashsam, нет, dedi. O'chirasdan ham shu kommunikatsiya yo'ligidandir balki kamera ko'tarib kelganimiz yoqmagandir. Bosim bor, ichkarida, ya'ni kimdir ularni zo'rlaydi ma'nosida emas. Ozodlikdan mahrum baribir shu ham ta'sir qiladi odamga. Ming sharoiti zo'r bo'lmasin, baribir ozodlikka yetmaydi. Shunaqa. Xullas, bir ish qilishdan oldin o'ylab qolish kerak. Jazosi shunaqa bo'lmasligi uchun qilsa nafsi shu bizda. Bizga aytilishicha, romantizatsiya qilingan mavzular, chortlar, blatnoylar, qamoqxonadagi zo'ravonliklar tarixda qolgan. Hozir mahbuslar hatto massaj olisharmish. Есть режимы, да, смотрящие, блатные, У нас этого нет. козлы. Ничего такого нет. Они Никаких все смотрящих, равны. все равны. Все будут делать как положено. И поэтому порядок. Там все очень красиво, вот у них. Теперь пришло время, и
Для простых людей. Внутри вы имеете в Внутри виду? там все идеально. В Яндексе запишите самые опасные тюрьмы в мире, в топ-10 входит черный дельфин. По своему режиму содержанию, по своим осужденным, которые здесь содержатся. Просто действительно очень много плохие вещи они делали. И тем самым стали знаменитыми в нашей колонии. Но здесь они смиренные и выполняют все как положено. Как подобает. Условия для них, которые там на данный момент сделаны, показать бы вам фотографию, вы не поверите. Там у них и кресло есть массажерное, и все идеальный режим. То есть никакого мусора, никаких, как люди представляют, что все ужасно, плесень, такого ничего нет. То есть идеальные условия. Пытались бежать отсюда, побегать. Ну, может, даже и пытались, если то это все безудачно, то есть безуспешно. Без вообще шансов на это нет. Ни единого шанса у них нет. Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra 25 yil jazo o'tagan mahbuslar Rossiya Federatsiyasi prezidentiga murojaat qilib ozodlik so'rash huquqiga ega. Lekin hali shu paytgacha Qora delfindagi hech qaysi mahbus bunday xatiga javob olmagan. Faqat Qora delfin haykali mualliflaridan biri Vladimir Krishtopa 2020-yilda ozodlikka chiqqan. Shunda ham Qora delfinning o'zidan emas. U avval Sverdlovsk viloyatidagi Qora Berkut qamoqxonasiga, keyinroq esa Rubtsovsk shahridagi 9-sonli axloq tuzatish koloniyasiga etap qilinib, 25 yillik jazo o'tagandan keyin ozodlikka chiqarilgan. Oxirgi marta u haqida chop etilgan yangiliklarga ko'ra, u hozir Ukraina qurolli kuchlarida Rossiyaga qarshi jang qilmoqda. Krishtopa 2 kishini o'ldirgani va 1 kishini zo'rlab o'ldirmoqchi bo'lgani uchun o'lim jazosiga hukm qilingan edi. Mana shu delfinni yasagan odam Papier mashadan yasagan. bo'lgan, mahbus bo'lgan. U hozir ayni vaqtda 2022-yildan e'tiboran o'z jazo muddatini o'tab, hozirda Ukraina qurolli kuchlari safida Rossiyaga qarshi jang qiladi. Nega delfin qora degan savolga javob esa oddiy. Chunki uning muallifi bo'lgan Vladimir Krishtopa o'sha payt boshqa rangli bo'yoq topolmay, delfinni qoraga bo'yab yuborgan. San'at asariga aylantirilgan bu oddiy buyumlarni 100 talab odamni o'ldirib, go'shtini bemalol yeb yuborgan vahshiylar yasaganiga ishonish qiyin. Boshqa tarafdan esa ularning sabri shunchalik ko'pki, ulkan jinoyatlarni yillab yashirishga va hozirgacha mana shu yuk bilan yashashga yetyapti. Ангарские маньяки такие бывают, которые доказаны более 80 убийств женщин, только доказаны. Просто у всех на слуху Чикатило, да? Так, определенно есть лица. И их немало. Сидят такие люди, которые не только каннибализм, а кормили своих соседей, говорили, что это слегачи. Mabodo siz qora delfin nega eng dahshatli qamoqxonalardan biri ekani haqida hali ham o'ylanayotgan bo'lsangiz, bu yerda kimlar o'tirgani haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. Vladimir Muxankin Chikatiloning ashaddiy muxlisi 2 oyda 8 kishini o'ldirgan, jasadlarni zo'rlagan va ichki organlarni quchoqlab uxlashni yaxshi ko'rgan. U 13 yoshdan jinoyat qilishni boshlagan. Vadim Yershov, manyak va dezertir. 1991-yilda xizmatdoshini o'ldirib harbiy qismdan qochib ketgan. Shundan keyin 18 ayolni zo'rlagan. Ulardan 3 nafari tirik qolgan. Yana 3 kishini o'g'rilik qilayotganda, bir politsiyachini esa undan hujjat so'ragani uchun o'ldirgan. U hamma qurbonlar haqidagi ma'lumotlarni jadval ko'rinishda yig'ib borgan. Sergey Shipilov 1996-yilda birinchi marta odam zo'rlagandan keyin bu ish unga yoqib qolib, 1 yil ichida yana 8 ta qizni zo'rlagan. Shuningdek 5 kishini o'ldirgan. Qamoqxonadaligida yaxshi xulq uchun unga ko'chaga qo'riqchisiz chiqishga ruxsat berilganda yana 9 ayolni zo'rlab o'ldirgan. U o'zini jinsiy manyak emas, o'ldirgisi kelgani uchun odam o'ldiradigan qotil deb ataydi. Oleg Rylkov pedofil. 1990-yilda uylarga o'g'irlikka tushish bilan o'z jinoiy faoliyatini boshlagan Rylkov keyinroq uydagi kichkina qizlarni zo'rlashni boshlagan. 93-yilga kelib u qurbonlarni o'ldirib, qo'rqinchli ahvolga solishni o'rgangan. 98-yilda qora delfinga tushgan. Shundan beri vaqti bilan qurbonlar haqidagi yangi ma'lumotlarni eslab, aytib berib turadi. Hozirgacha 37 nafar qizaloq zo'rlangani isbotlangan. Farid Gabidulin 90-yillarda Chelyabinskni dahshatga solgan egizak manyaklardan biri. Mahalliy gazetalar ularni 150 kishini o'ldirishda ayblaydi. Lekin hozirgacha 14 ta qotillik isbotlangan. Ularning birinchi qurboni o'z onasi bo'lgan. Aleksandr Mastich qamoqxonadagi qo'shnisini o'ldirib, uning yuragini pishirib yegan kannibal haqida eshitgandirsiz. Bu aynan o'sha. U 5 kishini o'ldirgan. Shundan 4 ta qotillik qamoqxonalarda sodir etilgan. Instagramda ko'p so'ralgan qora delfinda o'zbeklar ham bormi degan savolga javob qidirib faqatgina bitta ism familiyani topdik. Hafiz Hamzayevich Razzoqov. Asli samarqandlik Hafizning oilasi SSSR parchalangandan so'ng Bryansk viloyatiga ko'chib ketib Rossiya fuqaroligini olgan. Taxminan 97-yilda Hafiz terrorchi guruh a'zolari bilan tanishadi. Ular odam o'g'irlash, jihodga tayyorlash, odam o'ldirish va boshqa qator jinoyatlarda ayblangan. Ammo Razzoqov bu uchun qamalmagan. U 2004-yilda axloq qoidalariga zid deb hisoblagani uchun Tataristonda juftliklarni otib o'ldirishni boshlagan.
boshlagan. Oxirgi qurbon o'zining jazmani Svetlana Sharipova bo'lgan. 8-noyabrda qo'lga olingandan keyin u barcha qotilliklarni bo'yniga olib, Islom jamoati tashkiloti haqida so'zlab bergan. Shuningdek, Razzoqov guruhdoshlar bilan birga 1999-yilda 10 nafar Dog'iston militsiyasini o'ldirgani va 2000-yil 29-martida Perimda Omonga hujum qilib, 11 kishini asirga olib, qiynab o'ldirganini aytib bergan. O'shanda umumiy hisobda 43 nafar xodim halok bo'lgan. Ikkinchi holat bo'yicha sud 2023-yilda hukm chiqardi. 2007-yilda Razzoqovning ishi bo'yicha tergov yakunlanganda 127 tomli hujjatlar jildi to'plangan. Natijada Hafiz Razzoqov 4 ta qotillikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Qora delfinda saqlangan yana bir mashhur anti-qahramon sizga Slovo Patsana seriali orqali yaxshi tanish. Qozondagi Hadi Taxtash jinoiy guruhi yetakchilari Radik Galyakperov va Rinat Faxruddinov. Lekin ularga bugun to'xtalib o'tirmaymiz. Chunki loyihaning keyingi sonlaridan biri Qozondagi uyushgan jinoiy guruhlar faoliyatiga bag'ishlanadi. Loyiha davomiy bo'lishi uchun esa sizning qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Buning uchun faqatgina videoga like bosib, kommentariy yozing va uni icebergning suv ostiga qismiga qiziquvchi do'stlaringizga ham ulashib qo'ying.